Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Xitoyning ko'plagan joylari yangi ofatga duch keldi. Xitoy xabar manbalarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Beijing, Tianjin, Hebei qatorliq joylarida qora bo'ron chiqqan bo'lib, ba'zi joylarda shamol kuchi 11 balga yetgan. Bo'ron sababli ko'plagan uylar o'rilib yoki buzilib ketgan bo'lib, nurg'unlagan kishilar uy makonsiz qolgan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Beijingning Yanjing, Tongzhou, Fangshan, Pinggu qatorliq rayonlarida, Hebeining Baoding, Langfang, Sangju, Shijuazhuang, Qinhuangdao qatorliq joylarida, Tianjinning Wucheng, Beichen, Jinnan qatorliq joylarida orqama-orqa zo'r ko'lamdagi o't ofati yuz bergan bo'lib, Xitoy doiralari va fuqarolar kechilab o't o'chirishga majbur bo'lgan. Bo'ron sababli o't texmi kuchayib ketgachga o't o'chirish qiyinga to'xtagan. Beijingning Pinggu rayoni Shandongjuang bozorida yuz bergan o't ofatiga 300 dan ortiq o't o'chirgichi 37 o't o'chirish mashinasi avatilgan. Shundaqli ko'plagan yerda birli vaqtda chiqqan o't ofatiga Xitoy doiralarining o't o'chirish xodimlari yetishmay qolgan. O't ofatiga shohid bo'lgan Xitoy fuqarolar ixtiyorsiz vabo tarqalayotdi. Hamda o't ofati yuz berdi. Cho'ng bir o'zgarish bo'ldigan o'xshaydi deb cho'qon selishgan. Qo'rg'os xalqaro hamkorlik markazining tijoratini asliga keltirganligi ilgari surildi. Atalmış Şinjan xabarlari to'rining bugungi xabarda ma'lum bo'lishicha, Qo'rg'os xalqaro chegara hamkorlik markazi tijoratni asliga keltirgan. Xabarda Sharq Turkiston Qozog'iston chegarasidagi Qo'rg'os xalqaro chegara hamkorlik markazining tijoratini asliga keltirganligi, do'konlarni ochgan savdogarlarning ko'payayotganligi, tijorat asliga kelgandan keyin hamkorlik markazi yuqumdan mudofialanish uchun tamojnada orliq saqlab o'chirati turishga o'xshash bir qism tadbirlarni yo'lga qo'yganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, garchi Qo'rg'os iqtisodiy taraqqiyot rayoni echib etilgan bo'lsa-mu, yuqumdan mudofialanish xizmati yanada oldingi o'ringa qo'yilgan bo'lib, tamojna chegara tekshirish jarayoni qattiq ekan. Xitoy virusi dunyo bozorida qattiq davolg'ish paydo qildi. 19 mart Germaniya ovozi to'g'ri xabarda bildirilishicha, Xitoy virusi bu haftadan buyon dunyo bozorlarida qattiq davolg'ish paydo qildi. Xabarda Amerika New York aksiya bozori Xitoy virusi paydo qilgan iqtisodiy vahima sababidan qattiq tushganligi, Dow Jones ko'rsatkichining bir kun ichida 6.3% tövallab 19898 nuqtaga tushib qolganligi, bu 3 yildan beri tunji qitim 20.000 nuqtadan tushib ketishi ekanligi, o'lcham va pur, ya'ni standart va pur ko'rsatkichining 5.2%, Nasdaq ko'rsatkichining 4.7% tövallaganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, G'arbiy Teksas o'ttir sifatlik xam neftining bahosi 18% tövallab $22 to'xtagan. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar yana bir hassiga yaqin ko'paydi. Türkiye Cumhuriyeti Sahiyya Ministeri Fahrettin Koca tünügün akşam Twitter hisobotida uchur yo'llab, oldingi 24 soat ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlardan yana 168 ko'payganligini, jami yuqumlanuvchilarning 359 ga yetganligi, qazo qilganlarning 4 ga chiqqanligini bildirdi. Undan boshqa 18 mart Istanbulning Zaytinburnu rayonida 3 chet ellik kishi Xitoy virusiga foydali deb saxta aroq ichganlikdan zaharlanib o'lib ketgan. Bir kishi jiddiy qutqizishga opirilgan. Dilo bilan munosabatlik deb qaralgan 2 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, o'xshash kunda Turkmanistonlik 20 kishi virusga foydali deb qarab, sap spirt ichganligi sababidan o'lgan. Saqchi doiralari qonunsiz holda sap spirt sotuvchilarini qo'lga oldi. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, tunugun kech Istanbulning bir qism joylaridagi fuqarolar uylarining derazasida, balkonlarda turib, birlikda chavoq chelib, sahiya xodimlarining xizmatiga minnatdorligini bildirishdi. Xitoy şirketi maskaga qarshi chiroy tunish texnikasini tadqiq qilib chiqdi.
Maliya vaqt kezi to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Xanvang shirkati maskaliq chiroyni tonish texnikasini tadqiq qilib chiqqanligini oshkorlagan. Vabo sababli fuqarolarning umumyuzlik maska taqishi Xitoy doiralariga yangi bosh qaytinchiligi elib kelgan bo'lib, bundan burun g'oyat zo'r mablag' sarf qilib barpo qilgan nazorat qilish sistemasi kutkunidek qarg'i kelmay qolgan. Xanvang shirkatining 2 milliondan ortiq kamerasi dunyoning har qaysi joylarida ishlatilayotgan bo'lib, gerçi normal chiroyni to'g'ri tunish nisbati 99.5% ga yetgan bo'lsa-mu, ammo maska taqilgan ahvol ostida to'g'riliq nisbati 50% ga tushib qolgan. Navbatda Xanvang shirkati maska taqilgan holatda yuqori unumda ishlaydigan chiroy tunish texnikasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib chiqqan bo'lib, to'g'riliq nisbati 95% ga yetgan. Şirket mas'uli bu texnikaning Hong Kongdagi namoyishchilarga ishlatilmasligi haqidagi savolga javob berib, şirketning bu texnikasining asosliq ommaviy so'rovlardagi kirish eg'iziga ishlatilganligini bildirgan. Xitoy rejimi gunohsiz kishilarning yashashini gunoh deb hisoblamoqda. 11 mart Angliya Konservativlar partiyasining parlament a'zolari Angliya parlamentini Uyg'urlar masalasida jiddiy pozitsiya tutishga chaqirish uchun Westminster zalida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosiy temasida munozara elib borgan edi. Angliyada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Rahima Mahmud xonimmi shu kundagi yig'inga qatnashgan bo'lib, u Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. Parlament a'zosi Mark Pritchard Uyg'urlar haqida uyushtirilgan bu munozaraning vaziyatning taqozosi ekanligini aytgan. U Uyg'urlarning 4000 yildan buyon, ya'ni Islomiyatdan burunlar Sharq Turkiston tuproqlarida yashab kelgan xalq ekanligini, navbatda Uyg'urlarning cho'ng davlatlar siyosatining qurboni bo'lib, Xitoyning atalmış terrorlik qalpiqi ostida ig'ir zulm ko'rayotganligini o'tirg'a qo'ygan. U yana o'tgan yili yozda Washingtonda o'tkazilgan diniy e'tiqod erkinligi yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini 21-asrning yuziga tushgan dog' deganligini, o'zining bu so'zni qo'llaydiganligini bildirgan. U yana o'tgan yili dekabrda Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasining Amerika Avom palatasida ma'qullikdan o'tganligini tabriklagan. Mark so'zining oxirida Uyg'urlarning boshqa davlatlardagi xalqlarga o'xshashla o'zining yurtida erkin, tinch, xotirjam yashashini orzu qilganligini eskartgan. Parlament a'zosi Jerome Mayhow o'zining Sharq Turkistonda turgan vaqtida his qilganlarini bayon qilib, u yerda turib boqqan har qanday kishiga nihoyat aniqki, Uyg'urlar madaniyatlik va oliyjanob xalqdir degan. O'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti dokument e'lon qilib, Sharq Turkistondagi yerlik millatlarni qalaymaqan bostirish dunyo xavfsizligida krizis paydo qildi. Shuningdek, butkul jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining asosini buzib etdi deb ko'rsatgan edi. Parlament a'zosi Konservativlar partiyasi kishilik huquq komitetining mudiri Fiona Berus fikr bayon qilib, o'zining 2016-yili Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan milliy kamsitishlarni parlamentda o'tirg'a qo'yganligini bildirgan. U so'zda 4 yildan beri Sharq Turkistondagi ahvolning kun sayin ig'irlashib borganligini, yaqinda oshkorlangan qaraqash hujjatlariga asoslanganda kishilarning xato o'ylash qatorli g'alati jinoyatlar bilan tutqun qilinganligini ta'kidlab o'tgan. Parlament a'zosi Marli Rimmer keskin qilib, Xitoy rejimi gunohsiz kishilarning yashashini gunoh deb hisoblamoqda degan. Marli Rimmer yana davlatimizning davlat ishi va sirtidagi haqsizliklarga qarshi turadigan an'anasi bor. Biz qulluq tuzumni bekor qilgan tunji davlat. Dal mushu parlamentda fashizm ideologiyasiga qarshi bela tashlagan edik. Dal mushu parlamentda dunyodagi darajadan tashqari cho'ng davlat sobiq Sovet ittifoqi tomonidan besvelingan davlatlarning tarafini tutgan edik. Biz bugunga kelganda mushu an'anamizdan voz kechimizmi? Biz zulm ko'rayotgan Uyg'urlarni qo'llash orqali an'anamizni davom qilaylik degan. Oxirida Mark Pritchard so'z qilib, bugun 15 yildan buyon tunji qatim Angliya tashqi ishlar ministri Xitoyni ayblab fikr bayon qildi. Bu Xitoyda zulm ko'rayotgan Uyg'urlarga madad beradi albatta deganlarni bildirdi. O'rini kim qo'lasa o'zi tushar. Xitoydan boshlangan Wuhan virusi 2019-yili noyabrda Beijing doiralariga ma'lum bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi SARS kesildimi ig'ir ekanligi ma'lum bo'layotgan bu yangi virus haqidagi barliq uchurlarni qattiq qamal qilgan. Natijada mushundaq bir qabih vaboning boshlanganligidan xabarsiz qolgan dunyo amdilikda buning dardini tortishga majburlanmoqda. Amerikadagi davomliq obzorchi Viktor Hansen 19-mart kuni davlatlik baho jurnalida obzor e'lon qilib, Xitoy rejimining bu qilmishini o'z beshiga pitta erishdan boshqa narsa emas deb ko'rsatdi. Viktorning qarashicha, Xitoy rejimi g'arazlik holda virusga doir uchurlarni dunyodan yushirganlikdan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy fuqarolarining Amerika chegarasidan kirishini man'iy qilguvchi bo'lgan bir necha oyda har kuni 10 mingdan ortiq Xitoy fuqarosining
behudik Amerikaga uchib kelganligi, prezidentlik saylamiga tayyorlik qilayotgan Donald Trump bu xil bexastalik sababidan Amerikada qisman tanqidlarga uchrashga boshlaganda bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi buningdan xo'shal bo'lib, qin-qiniga sig'may qolgan. Ammo Amerika iqtisodi bu sababdan necha trillion dollarlik ziyonga uchragan bo'lsa-mu, martning o'ttirlariga kelganda dunyo bo'yicha ko'chmanlar va sayohatchilarni eng ko'p kutib oldigan Amerikadagi virus yuqumdorlarining soni Yevropadagi ba'zi davlatlarga qaraganda tuvan bo'lish vaziyati amalga oshgan. Abdur navbatdagi Amerikadagi virus bilan yuqumlanayotgan va o'layotganlarning soni eshib berayotgan ahvolni nazarda tutib, Xitoy bu qilmishlari uchun pat yaqinda dod deydi deb ko'rsatgan. Uning fikricha, Xitoyning virus haqidagi uchurlarni yushirganligi Xitoyning dunyo miqyosidagi obrazini yer bilan yakson qildigan birinchi zo'r omil ekan. Chunki bu jihatda Xitoy Kompartiyasi allaqachon o'zlarining qanchalik rahimsiz va hokim mutlaq bir hukumat ekanligini to'liq oshkorlagan. Ikkinchidan, bu virus mundaqcha aytganda Xitoyning umrutqisini bir qatim sundirgandek zarb bo'lgan bo'lib, bu jarayonda Xitoyning savdo urushidagi ahzori Uyg'urlarning millionlab lagerlarga qamalishi, Xitoyning g'oyat zo'r nazorat mexanizmi barpo qilishi deganlar dunyoga texmi bak oshkori bo'lgan. Buning bilan Xitoyning yangi ipak yo'li iqtisodiy bo'yinturuqi barg'ansiri ko'p davlatlarning o'zini tortishiga turtki bo'ldi ekan. Uchinchidan, Amerikadagi virus vahimasi tufaylidan Amerika iqtisodida bir qatimliq zo'r ko'lamlik asliga kelish allaqachon boshlanib bo'lgan. Yemak-ichmak, benzin qatorliqlarning izchil asldagi bahoda bo'lishi, millionlagan amerikaliklarning qo'rsiqi to'q holda uydan chiqmay o'z ishlarini davom qilishi bilan texmi yuksalishga mengayotgan Amerika iqtisodi tezla Amerikani hozirgidami qudratli bir saviyaga elib chiqadi ekan. Halbuki Xitoy rejimi virus boshlangan mezgillardagi aldamchilik qilmishlari sababidan hozir iqtisodiy jihatda Deng Xiaoping boshlab bergan g'arblashish davridan buyongi eng ojiz saviyaga tushib qolmoqda ekan. Xitoy va Dunyo sahiyat tashkilotining vaboga javobgar bo'lishi kerakligi ta'kidlanmoqda. Xitoydan boshlangan Wuhan virusini Dunyo sahiyat tashkiloti oxiri dunyoviy vabo kesdi deb jakarlagandan keyin bu haqda texmi ko'p savollar o'tirg'i tushdi. Bu savollarning biri Dunyo sahiyat tashkilotining mushundaq bir virusni dunyoviy vabo kesdi deb jakarlashining nima uchun bu qadar so'zilib ketganligi. Amerikadagi Edirlik gazetasining 17-martdagi sonida Texas universitetining professori Bradley Sayer va Xitoy demokratchisi Han Lianchao birlashma obzor e'lon qilib, Dunyo sahiyat tashkilotining raisi Tedros Ghebreyesus virus tarqalgan vaqtlardan boshlabla Xitoy raisi Xi Jinpingni himoya qilganligini keskin tanqidladi. Ularning fikricha, Wuhandagi ahvol shuncha og'ir saviyaga yetgandimi, Tedros bu ishlarga bir ko'zni qisib olgan hamda virusning texmi yomrishiga yo'l ochgan. Hatto vabo kesdi deb e'lon qilishning o'lchamiga yetgudak yuqumlar va o'lim voqealari ma'lum bo'lgandimi, bu kasalni vabo deb e'lon qilishni orqaga so'zgan. Texmi kulgulik yeri Amerika hukumati 31-yanvar kuni o'z chegarasida sayohatchilarni cheklash buyrug'ini ijro qilishni boshlaganda Tedros buning hojati yo'q edi. Bunda qilish amaliyotda vahimani texmi ulg'aytib etadi deb tanqidlagan. Maqolada ko'rsatilishicha, Dunyo sahiyat tashkilotining raisi bo'lgan Tedros sahiya jihatda vaboning oldini olishga doir ishlar bilan mashg'ul bo'lishning o'rniga vaboni siyosiylashtirib, Xi Jinpingning buningdagi javobgarligini kichikiltishga pay-petak bo'lib yurgan. Shundaqla oshkora so'rovlarda Xitoy rejimining yuqum ahvolini yoshirish, haqiqiy ahvollarni oshkorlaganlarni ko'zdan yo'qotishda qilmishlarini maqtab, dunyo Xitoyning virusga qarshi turish usullarini tatbiqlashi lozim deb vazxonlik qilgan. Yaqinda bo'lsa, Xitoy rejimi Dunyo sahiyat tashkilotiga 20 million Amerika dollari yordam bergan. Abdur musha ahvollarni umumlashtirib, bu qatimqi Wuhan virusining baloyi ofatlariga Xi Jinping va Dunyo sahiyat tashkilotining raisi javobgar bo'lishi lozim deb xulosa chiqargan. Josh Hawley Xitoyni virus masalasida to'liq tekshirishni talab qildi. Butun dunyo Wuhan virusining og'ir ziyniga uchrayotganda Amerika Kengash palatasining a'zosi Josh Hawley 18-mart kuni Xitoy Kompartiyasi virusni yushirganning hisobini berishi lozim deb ko'rsatdi. Shundaqli Xitoyning bu jihatdagi qilmishlarini to'liq va xalqaroliq saviyada tekshirish lozimligini bildirdi. Navbatda barg'ansiri ko'p davlatlar Xitoy rejimining virus ahvolini bilib turib yushirish qilmishining keyingi virusning yamrab ketishiga sabab bo'lganligini barg'ansiri his qilib yetmoqda. Josh Hawley bo'lsa, izchil Xitoy rejimining Hong Kong namoyishini bostirishi, Uyg'urlarni lagerga qamishi qatorliqlarni qattiq so'kib kelayotgan siyosiy yo'llarning biri. Aqsaroyning Xitoy fuqarolarini Amerikaga kelishdan cheklash buyrug'ini chiqarishidimi Josh Hawley aktiv rol o'ynagan bo'lib, hozir Amerikaning tibbiy uskunalar jihatda Xitoyga tayinish vaziyatini o'zgartirish lozimligini ta'kidlamoqda.
Trump virusning tarqalishiga Xitoyning sababchi bo'lganligini ilgari surdi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Wuhan virusiga taqobil turish vazifa kuchining xizmatlari hukumatining yuqumga qarshi yo'l qo'ygan yangi chora tadbirlari to'g'risida to'xtaldi. Hukumatining kech-kunduz demasdan yuqumning oldini olish uchun kurash qilayotganligini bildirgan Trump, iqtisodiy yordam planlaridan tortib vaksina ishlab chiqarishga bo'lgan barliq sohalarga alohida kuch sarf qilganligini ta'kidlab o'tdi. Wuhan virusining navbatda butkul dunyoga tarqalganligini eskartgan Trump, buningdan bir qancha oy ilgari tunji bo'lib Xitoyda o'ttirga chiqqan chog'ida Xitoy rejimining tegishli tadbirlarni yo'l qo'ymaganligini ilgari surdi va Xitoy virusini manbasi, ya'ni uvusida to'xtatib qolg'ili bo'ladi. Xitoy eng boshda dunyoni vaqiflantirgan bo'lsa edi, bu yuqumni buningdan burunli to'xtatish mumkin edi dedi. U yana hammadan avval Xitoydan kelgan kishilarga cheklama qo'yilishi to'g'risida chaqiriq qildim. Ammo media meni darhol irqchi deb e'lon qildi. Halbuki shu chaqda bu ishni qila olaydiq deganlarni bildirdi. Italiyada Wuhan virusi o'limi Xitoydan eshib ketdi. Yevropada Wuhan virusining eng og'ir ta'siriga uchragan Italiyada 13 doktor jinidan ayrilib, bu sonning 3405 ga yetishi bilan virusga munosabatlik eng ko'p o'lim yuz bergan davlatga aylandi. Italiyada 2020 yil 21 fevralda ko'rilgan Wuhan virusiga munosabatlik vaqalar o'rlab 41035 ga yetdi. Davolanib yaxshilanganlarning soni yangi tug'ilgan bir bovoqni qo'shganda 4440 ga yetdi. İtaliya yerlik matbuatlari dafn xizmatlarining yetishmaganligini, nurg'un meyitlarning chirkovlarda turayotganligini xabar qildi. İspaniya Səhiyyə Ministerligi Wuhan virus sababidan jindan ayrilganlar sonining bir kunda 30% eshib 831 ga yetganligini, 18077 kishining yuqumlanganligini e'lon qildi. Fransiyada Wuhan virusi bilan jindan ayrilganlar soni 108 kishi eshib 372 ga chiqdi. Yuqumlanganlar soni 10995 ga yetdi. Fransiya prezidenti Macron zarur bo'lmagan ahvolda sirtqi chiqishga chek qo'ygan belgilimlarga rioya qilmaganlarga norozilik bildirib, ba'zi kishilarning bog'chalarga, suv uzish ko'lchaklariga yoki bozorlarga berayotganligini ko'ryapman. Bu kishilar bizning so'zimizni tushunmadimi dedi. Gollandiyada yaqinqi 24 soat ichida 18 kishi virus sababidan jindan ayrildi ve bu son 76 ga chiqdi. Wuhan virusiga munosabatlik vaqa soni 2460 ga yetdi. NATO bosh kotibi Stoltenberg virus sababidan manevrlarning kechiktirilganligini yoki amaldan qoldirilganligini e'lon qildi. U ko'rilib boqmagan bir krizisni boshdan kechiryapmiz. Buningdan burun nurg'un krizislardan o'tdik. Bu krizisdan o'tib ketamiz dedi. Angliyada Wuhan virusi sababidan jindan ayrilganlarning soni 144 ga, yuqumlanganlarning soni 3269 ga yetdi. Bosh vazir Boris Johnson xalq tavsiyalariga rioya qilgan ahvolda Wuhan virusi vaziyatining 12 haftada yaxshilanishi mumkinligini aytdi. Germaniyada Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning soni 15320 ga, jindan ayrilganlarning soni 44 ga chiqdi. Shveysariyada Wuhan virusi sababidan 43 kishi jindan ayrildi. Yuqumlanganlar 4222 ga chiqdi. Wuhan virusi sababidan 217 kishi jindan ayrilgan, 14366 kishi yuqumlangan Amerikada xalqaro sayohat ogohlantirishi 4-darajaga chiqarildi. Kishilarning xalqaro sayohat qilmasligi, chet eldagilarning Amerikaga qaytib kelishi chaqiriq qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti millionlarcha odam o'lib ketishi mumkin deb ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Wuhan virusi to'g'risida to'xtalib, agar biz virusning dunyoning eng mudofiasiz joylarida dala o't ofatidek tarqalishiga yo'l qo'ysak, millionlarcha odam o'ladi deb ogohlantirdi. Guterres sin ko'rinishlik axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, butkul dunyoni ta'siri ostiga elib olgan Xitoy virusi to'g'risida bayonot berdi. U virusning insonlarga emas, dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatayotganligini bayon qilib, Xalqaro emgakchilar tashkilotining virus sababidan dunyoning har qaysi joylaridagi xizmatchilarning 3 trillion 400 milliard dollar ziyonga uchrash mumkinligini doklad qilganligini eskardi. Guterres har qaysi davlatlar qo'llangan tadbirlarning yer shari xarakterlik bir krizisga nisbatan yetarlik emasligini bayon qilib, 20 davlat guruhini Wuhan virusining tarqalishiga qarshi mos qadamda va hal qilg'uch yangi tadbirlarni qo'llanishga va taraqqiy qilayotgan davlatlarga yordam berishga chaqirdi va so'zini davomlashtirib, eng nomrod va eng ojiz davlatlar eng og'ir zarbaga uchraydi. Agar biz virusning bo'libmi dunyoning eng mudofiasiz rayonlarida dala o't ofatidek tarqilishiga yo'l qo'ysak,
milyonlarca odam o'ladi. Bizning o'rtaq dushmanimiz bor. Biz bir virusga qarshi kurash qilyapmiz deganlarni qayd qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.